Assalomu alaykum. Biz go'zal yerdamiz, maşallah. Bu Jabal Hironing kichik holati, Jabal al-Hiro kichik holati, bu Jabal Savr Payg'ambar alayhisolatu vassalam Hazrat Abu Bakr bilan yashiringan 3 kecha qolgan qordan kichik holat, ya'ni maket. Bu hijrat yo'li, ya'ni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni Makkadan Savr g'origa kiradi. Birinchi Abu Bakrning uyiga boradi, Savr g'origa boradi va as-Sahraga asfal asfanga va mana shunda hijrat yo'lida keladilar. Mana shu kelishlarda Madina Munawvaraga kirishda Rukubada bo'ladi, Al-Arshga kiradilar. Bu yerdan kelyaptilar, Al-Aqiqqa kiradilar. Al-Aqiq Madinaga kirayotgan vaqtlarda Al-Usbaga kiradi, Masjidul Usbah deyiladi. Va Masjidul Qubo va oxirida Madina Munawvaraga keladilar. Mana strelka bilan ko'radi. Ko'rasizlarki, birinchi Nabiy alayhisolatu vassalam hojilarimizga borganda Madinada birinchi kirgan joylari Masjidul Usbah deymiz. Ana shu Usba masjidi mana shu joyda, keyin Quboga boradi, Qubodan Madinaga tushadilar. Bu hijrat yo'li, birodarlar. Qadimgi Madinani uylarini shakllari mana shunday bo'lgan. Xuddi sahobalarning mahallasiga o'xshaydi, subhanalloh. Oldingi Rasululloh davridagi sahobalarning uylari mana shu shaklda bo'lgan, bu eshiklari bo'lgan. Qani endi taqalasiz ichlaridan Hazrati Bilol chiqib kelsalar, subhanalloh. Subhanalloh. Hammasi mana shunday toshli uylar bo'lgan. Bu tarafda ham mana shunday uylar. Mana shu xonadon kimnikini bo'lib qolishini xohlardingiz? Jon deb xohlardim Abu Bakrning xonadoni. Subhanalloh. Eshikni ochib Abu Bakr radhiyallohu anhu ochib kelsalar, siz bilan biroz suhbat qursalar, qanaqa go'zal. Alloh zotlari bilan jannatdagi uyimizni mana shunday barobar qilsin, qo'shni qilsin inshaalloh. Qadimgi Makka Mukarrama, Ka'ba Muazzama, bunisi Abu Bakr Siddiqda xonadonlari bo'lgan, Ka'ba Muazzama, Norul Nadwa, hozir haramda mana shu nimani King Abdulloh eshigini o'rinlariga to'g'ri keladi. Dorul Nadwa Quraysh rahbarlari o'tirib gaplashadigan joy. Dorul Arqam, ya'ni Safo Marva tepaligining orasida joylashgan Dorul Arqamda Payg'ambar alayhisolatu vasallam yashirinib ko'p mana shu joyda o'tirganda ko'p Qur'on oyatlari vallohu alam mana shu joyda tushgan. Jabalul Safo bu joy, Jabalul Marva mana Safo Marva oralig'ida Dorul Arqamda eshiklari bo'lgan. Ya'ni Safo Marvaning eshigining o'rniga tushib ketgan bu uylar. Jabal Umar ana shu joyda bo'lgan, mana ko'ryapsizlar. G'ani radhiyallohu anhu Nabiy alayhisolatu vasallamning xonadonlari hozirlarga topib beraman. Dorul Mu'minina, mana Dorul Mu'minina Hadicha radhiyallohu anha. Azizlar, biz sizlar bilan endi qadimgi Masjidul Nabaviyning ichiga kirib keldik. Mana alhamdulillah. Hattoki yerlarida ham Rasululloh davrida qanday bo'lsa, ana shunday shag'alga o'xshagan narsalar bor. Ko'ryapsizlar? Qadimgi Payg'ambar alayhisolatu vassalam davridagi masjid avval qibla bu tarafda bo'lgan. Avval qibla Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qilgan. Undan so'ng qibla bu tarafga, Masjidul Haromga o'zgartirilgan. Ya'ni ko'ryapsizlar, Nabiy alayhisolatu vassalamning xutba-i muazzamalari. Rasululloh alayhisolatu vassalam xutbaga mana shu joyda chiqqanlar. Rasululloh xutbaga chiqib mana shu joyda o'tirardilar. Allohning fazli bilan mana shunaqa xutbaning ustiga o'tirardilar. O'tirganlarida nima uchun bu yeyilib ketgan deslar, barmoqlari bilan mana shu xutbalarini o'ynar ekanlar. 10 barmoqlari bilan o'ynar ekanlar. Shuning uchun bu xutbani bu yerlari yeyilib ketgan ekan. Shunga ishora qilingan. Rasululloh alayhisolatu vasallam xutbalari bu tarafi aylanmaydilar. U ham aylanar ekan. Lekin bu taraflarni o'ynab o'tirganlar deb ustoz hozir mana shu joyda vakillar aytdi. Tomlari mana shunday. Bismillahirrahmanirrahim. Hujra-i Sa'adat. Fondasi rumahnya terbuat dari batu. Dindingnya dari tanah liat. Nabiy alayhisolatu vassalamda hujralariga kirish eshiklari masjiddan bu yoqdan kirardilar va mana shu joydan chiqardilar. Makkaga, Masjidun Nabaviyga bu yoqdan chiqardilar. Hujra-i Sa'adat bu yoqda. Rasululloh hujralariga kiramiz. Kamar kecil tampak sekali pemandangan kezuhutannya. Ia dan berkerikil. Itu adalah bantal dari serat. Di sana ada selimut. Ini adalah rak yang di atasnya ada sedikit gandum. Ini adalah wadah air pengganti air sebenarnya. Jika kita keluar dari rumah yang mulia, menaiki tangga yang terbuat dari batang kurma itu, maka di atas rumah kita bisa melihat ada sebuah kamar. Hai orang-orang yang beriman, di kamar yang mulia inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama Aisyah radhiyallahu anha, manusia yang paling dicintai olehnya, menjalin kehidupan yang indah
dipenuhi dengan kasih sayang, Rasululloh uylari aynan mana shu ko'rinishda bo'lgan qadimgi uylari payg'ambarimiz alayhissalomni masjiddan chiqqaningizdan keyin mana shunday kulba ko'rinishda bo'lganlar. Orqalaridagi kulbalar bo'lsa boshqa sahobiy onalarimiz uylari bo'lgan. dengan syariatnya. Uylarning ichlari qanday oddiy. Wafatlah Rasulullah Mana shu videoda ko'rayotgan va nolayotgan har qanday odamni uyi uni oldida qasam. Lekin Nabiy alayhissalatu vassalam mana shu holatlarida ham nolimaganlar. Mana shu yotoqlarini o'rinlari xurmoni po'stloqlaridan bo'lgan. Aisyah tetap tinggal di rumah yang Rasululloh o'tganlar uyda tomlar ochiladi. Rasulullohning qabrlari bunda qo'yiladi. Va keyinchalik Abu Bakr qo'yiladi. Va ulardan keyin Oysha radhiyallohu anhu Abu Bakr bilan Rasulullohning qabrlari qo'yilgandan keyin ana shunday to'sadilar, o'zlari shu joyda yashab yuradilar Oysha radhiyallohu anhu. Keyinchalik Hazrat Umar vafot qilganlaridan keyin Umar radhiyallohu anhuning qabrlari ham mana shu joyga qo'yiladi. Oysha onamiz endi nomahram bo'ldi deb mana shu joyga devor qildirtiradi. Devor qildirib 3 qabri sharif mana shu joyda qoladi. Oysha onamiz umrlarining oxirigacha shu kulbada yashaydilar. Aisyah menjadikan sisa ruangan ini untuk sholat dan ibadah. Aisyah tetap menjaga bagian kecil ini yang dulunya ruangan Keyinchalik bu Oysha radhiyallohu anhu vafotlaridan keyin o'zgartiriladi. Aisyah mengatakan Oysha onamiz vafot etganlaridan keyin dan ditutuplah rumahnya. ayrim mabolarda daqiqa qo'yilgan deydi. Eshik yopiladi. Hech kim kirmaydigan holatga olib kelinadi. Eshik yopiladi. Hujra-i saodatni devorlari buziladi. Umar ibn Abdulazizning xalifalik davriga keladi. Mana shu kulba-i saodatni o'rniga devor qo'yiladi va atrofi yana bir karra devor bilan o'rab chiqiladi. Ka'ba to'rtburchak bo'lganligi uchun to'rtburchak bo'lib qolmasin deb uni 5 burchakda o'raladi. Buzildi va 5 burchak shaklida Rasulullohning uylari o'raladi. O'ralgandan keyin u yerga kirish eshigi qolmaydi va eshik to'laligicha yopiladi. Rasulullohning qabrlariga kirish Umar ibn Abdulaziz davridan yopiq. Engkau tidak melihat kota Madinah lebih Masjid ichiga qo'shiladi. Melihat Ko'rganinglardek keyinchalik masjidga keltiriladi. Hujratul Saodat Masjidun Nabaviyni ichida qoladi va Masjidun Nabaviy kengaytirilgandan keyin aynan Rasulullohning bor joylari namoz salom berib chiqiladigan joyga aylantiriladi. Masjidga kengaytirilishi istishadi. Dokumentasikannya selama bertahun-tahun. Tunggu di depan pengunjung. Hozirgi ko'rgan Masjidun Nabaviy bu joy aynan Hujra-i Saodat bo'ladi. Bu joy Rasulullohning qabrlariga salom berish, bu joy Abu Bakrniki va bu joy Umar radhiyallohu anhuga salom berish joylari. Bu Hujra-i Saodatning devoriga yopilgan Kisva-i Saodatning yopinchig'i. Orqasida devor bor, uning orqasida hujra bor va uning orqasida qabri Nabiy bor. Masa kerajaan Saudi Arabia. Rasulullohni xonadonlaridan chiqqanlaridan keyin Masjidul Marhamga kirib namoz o'qir joylari. Tasavvur qiling, xuddi mana shu joyga Rasululloh alayhisolatu vassalom kelyaptilar. Xutba-i muboraklariga chiqyaptilar. Mana shu joyga o'tirib yuzlandilar. Hamma sahobalar shu joyda, ularning ichida ham siz ham borsiz. Bu faqat bu dunyoda emas, jannatda. Mana shu joyda turib Nabiy alayhisolatu vassalomning xutba-i muboraklarini eshityapsiz. Va u zoti muboraklarini yuzlariga tomosha qilib termolab o'tiribsiz. Bu dunyodagi ulug' baxt. Dunyodagi ulug' baxt bu.